Assalomu alaykum akalar. Bizda mana Andijon qo'la tovuqlari sotuvda mavjud. Yoshi 3 oydan o'tgan, buni ichida aralashlar ham bor. 3 oylik, 2,5 oylik har xil. O'zimiz inkubatordan chiqqan jo'jalar. Xohlasa tuxum yaqinlari ham bor mana shuga. 3 oydan o'tgan. 1 oy 1,5 oy ichida tuxumga kirib ketadiganlari ham bor. Inshaalloh. Yeb ichishlari yaxshi, xudo xohlasa dorilar, vaksinalar berilgan. Soni bir 100 tachalar bor. Endi har xil katta, kichiklari ham bor. Mana bunaqa kichkinalari bor. Ular boshqa narx. Mana bunga o'xshagan kattalari bor, bular boshqa narx. Kimga qiziq bo'lsa, xohlang kichigidan oling, tuxumga yaqin kattasidan. Qiziqqanlar telefon qilsalar, narxlari mana shu kichkinalarda 50 ming so'm, kami bor. Bular ham 2 oy, 2,5 oy ichida tuxum kiradi bu xohlasa. Bular mana bular 80 ming so'mdan. Xohlasa tovuqlar yaxshi. Kun issigiga bular mana. Mana bu xonamiz ichi issiqlik qilyapti ekan, o'shaning hisobiga hansirab qolishyapti. Lekin tovuqlar xudo xolasa hammasi sog'lom. Ularga tomon o'zimizga tuxumga qo'yilgan tovuqlar va o'shalarda bolalari mana. Xudo xolasa bular ham yaqinda katta bo'lib sotuvga chiqadi bular ham. Inshaalloh kimga qiziq bo'lsa, mana shu tovuqlar sotiladi. Narxlari kelishtirib beriladi. Agar buni olmoqchi odamlar bo'lsa, shu bozorda tirikchilik qilgan olib sotar akalarimizga ham juda zo'r chans bo'ladi. Arzonroq beramiz. Foydalanmasa bo'ladigan holat. Hop, telefon nomerimiz 97lik 293 90 97. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Kelishiladigan xonasi bor. Bizga dehqonchilikdagi gap bu.